Logopedik massaj nima? Logopedik massaj bolalarning nutqini erta chiqarishda va tovushlarning kamchiliklarini bartaraf etishda biz logopedlar uchun yordamchi vosita sifatida xizmat qiladi. Logopedik massaj aniq yo'nalishlar va harakatlarga asoslangan holatda olib boriladi. Logo massaj qanday muammolarni hal qiladi? Logopedik massaj artikulatsiya harakatchanligini oshirishda. Ikkinchisi, tovushlarni aniq va ravonligini ta'minlaydi. Uchinchisi, muskullar tonusini yumshatishga yordam beradi. Bo'shashgan muskullarning ta'sirchanligini oshiradi. Beshinchisi, logopedning ishida tezroq natija olishga yordam beradi. Va oxirgisi, nutqning aniq va tiniqligini shakllantiradi. Logo massajning asosiy ikkita turi bo'lib, faollashtiruvchi va bo'shashtiruvchi hisoblanadi. Bo'shashtiruvchi logo massajni tonuslari baland bo'lgan bolalarda qo'llaymiz. Faollashtiruvchi logo massajni tonuslari past bo'lgan, ya'ni gipotonus holatlarda aktivlikni oshirish uchun qo'llaymiz. Ushbu bo'shashtiruvchi va faollashtiruvchi logo massajlar 4 xil usulda amalga oshiriladi. Bunda eng beziyon va samarali usul an'anaviy usul hisoblanadi. Bundan tashqari logo massajlarning nuqtali zondlar orqali va zondlarni o'rnini bosuvchi jihozlar orqali amalga oshirish mumkin. Logo massajni bola ovqatlangandan keyin 2 soat o'tib amalga oshirishingiz mumkin. Massaj boshlashdan oldin albatta gigiyena qoidalariga amal qiling. Bunda albatta xonani havosini tozalang. Qo'llaringizni yuvib, qo'lqop taqishni unutmang. Bolani kushetkaga yotqizgan holatda logo massajni amalga oshirsangiz samarali bo'ladi. Bolaning ham yuzi, qo'llari va og'iz bo'shlig'i toza bo'lishi lozim. Logo massajning asosiy oltin qoidalaridan biri bu silash bilan boshlab turib, albatta massajni silash bilan tugatishingiz lozim bo'ladi. Bitta logo massajimizning davomiyligi 10 kundan iborat. Agar bola sizga har kuni kelayotgan bo'lsa, 10 kun davomida ketma-ket massaj qilsangiz bo'ladi. Yoki-da bola sizga kunora kelayotgan bo'lsa, 10 ta mashg'ulot davomida logo massajni amalga oshirasiz va 10 ta mashg'ulot davomida unga tanaffus berasiz. Tanaffus paytida ko'proq artikulatsiya mashqlarini bajaring. Massajning birinchi kunini 5 daqiqadan oshirib yubormang. Undan keyingi massajlarda esa 15-20 daqiqaga cho'zishingiz mumkin. Eng muhimi, massaj vaqtida bola charchoqni, noqulaylikni, yoqimsiz holatlarni va og'riqlarni his qilmasligi kerak. Logo massaj kimlarga tavsiya etilmaydi? Yuqumli kasalligi bor, teri kasalliklarida, gangivit, o'simta kasalliklari bor bolalarda va epilepsiyasi xurujli bolalarda logo massaj bajarilmaydi. Stomatit bo'lgan holatlarda esa ehtiyotkorlik bilan shug'ullanish lozim. Logo massaj haqida yanada ko'proq bilimlarga ega bo'lishni istasangiz, 11-12 aprel kunlari bepul onlayn dars o'tkazaman. Dars davomida tashxislarni farqlash, dislaliya va albatta logo massaj haqida chuqur bilimlarga ega bo'lasiz. Darsda ishtirok etishingiz uchun kommentariyada havola qoldirdim. Hoziroq qo'shilib oling. Video foydali bo'lgan bo'lsa, like bosib, obuna bo'ling.